Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rsanlarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 27 aprel kuni Sharq Turkistonliklar Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Sharq Turkiston ziyoratini yangidan o'ylanib beqishni talab qiladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ochiq-oshkora to'solg'usiz tekshirish olib berishga qaytadan chaqiriq qiladi degan temada va 28 aprel kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumati 2022 aprelda yuz bergan zo'ravonlik to'qinishiga aralashdi degan yo'lsiz ayblashlarga raddiya berdi degan temada axborot e'lon qildi. Avval Sharq Turkistonliklar Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Sharq Turkiston ziyoratini yangidan o'ylanib beqishni talab qiladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ustida ochiq-oshkora to'solg'usiz tekshirish olib berishga qaytadan chaqiriq qiladi degan temadagi axborotni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkistonliklar Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Sharq Turkiston ziyoratini yangidan o'ylanib beqishni talab qiladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ustida ochiq-oshkora to'solg'usiz tekshirish olib berishga qaytadan chaqiriq qiladi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı gruppasi seshanba kuni Xitoyga yetib kelib, Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Mishel Bacheletning 5-oydagi Sharq Turkiston ziyoratiga tayyorlik qilib yetibdi. Ko'p yillardan buyon Sharq Turkiston Uyg'ur diaspora jamiyati va tashkilotlari, shundaqla xalqarodagi tashkilotlar va hukumatlar Birleşken Devletler Teşkilatıga besim ishlatib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi so'z qilishga qistadi. 2022 yil 3-oyda Birleşken Devletler Teşkilatı Mishel Bacheletning mayda Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini, Xitoy hukumati bo'lsa, bu ziyoratning do'stona bo'lishi kerakligini, Sharq Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishga qat'iy qarshi turadiganligini e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Sharq Turkiston ziyoratining mujmalligi va maqsadini ko'zda tutganda, Sharq Turkiston Surgundi hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı ziyoratining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlash, inkor qilishda tashviqot rolini o'ynashidan ansiraydi. Agar to'solg'usiz, ochiq-oshkora tekshirish olib berilmaganda, Birleşken Devletler Teşkilatıga bo'lgan ishonchni ziyadlaydi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Yevropada turishliq vakili Dr. Mamtimin Ala Efendi bu Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning sarguzashtlarini anglash va muhim yerlarni ziyorat qilish orqali haqiqatga erishadigan ziyorat atriti bo'lamdi yoki Uyg'urlarga qilingan nachar muomalaga nisbatan xalqaro andishaga qarata faqat Xitoyga ishonch beradigan ziyorat bo'lamdi. Biz bu tarafini bilolmadik. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqaroning alayda tanqidiy sababdan elib beriladigan bu ziyoratining xalqaro andishaga javob berish maqsadida shakl bo'lib qolmasligini umid qilamiz. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı Sharq Turkistonga berib ziyorat qilmoqchi bo'lsa, cho'qim to'liq to'solg'usiz tekshirish olib berishi kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komiteti vakillari umiki yana sayohat jarayonida bir necha Uyg'urni o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarni o'zi bilan birga elib berishi, mustaqil kuzatuvchilarga dokladni mustaqil tayyorlash huquqi berish kerak dedi. Hammaga ayonki, Xitoy Sharq Turkiston vaziyati va bo'libmi davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini azaldan izchil maxfiy tutib kelgan. Bundaq ahvolda Sharq Turkiston Surgundi hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Sharq Turkiston ziyoratida ochiq-oshkora bo'lmaydiganligini his qildi. Onun ustiga Birleşken Devletler Teşkilatı tekshirishning elib berilishi yoki berilmasligi, tekshirish elib berilsa qandoq elib berilganligi va Xitoyning hamkorligida bo'ladigan bo'lmaydiganligini hozirgacha aniq o'ttirib qo'ymadi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining prezidenti G'ulom Osmon Efendi Sharq Turkistonga planlangan bu ziyoratning ham Birleşken Devletler Teşkilatı'ning ham Xitoyning dunyoni Uyg'urlarning yaxshi ahvolda ekanligiga ishontirish uchun ekanligi nihoyatda aniq. Agar ahvol bundoq bo'lganda, Birleşken Devletler Teşkilatıga bo'lgan ishonch ziyadlanadi. Texmi muhimi ommaning ishonchidan qoladi va tanqidga uchraydi dedi. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'ning ziyoratini boshqarib, vakillar umkiga o'zlari nimani ko'rsatishni xohlasa shuni ko'rsatib, amaliyotda yuz berayotgan ishlarni ko'rsatmasligidan andish qiladi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Efendi Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Sharq Turkiston ziyoratining 1944 yili Dünya Qizil Kirist jamiyatining dunyo nazilarning dunyoni aldash uchun to'qib chiqqan bir turlik hilisi deb e'tirof qilgan
Tresinistatdagi Yahudiylar gettosiga qilgan ziyaratiga o'xshab qolishidan ansiraymiz. Xitoy bu ziyoratni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Uyg'ur va ularning xalqarodagi qo'llovchilariga qarshi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan narsaning yo'qligini, Uyg'urlarning dunyoda eng baxtli insonlar ekanligidan iborat xato tashviqotni qilish uchun bu ziyoratni fursat sifatida qo'llandi dedi. Diasporadagi Uyg'urlar va boshqa Sharq Turkistonliklar shundoqla xalqaroliq qo'llovchilar uzundan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar ustida yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklar to'g'risida doklad e'lon qilishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Amerikani o'z ichiga olgan nurg'un Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning chaqiriqlariga qaramay, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini ayblashga aloqador doklad e'lon qilmadi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston ziyoratini qayta o'ylanishga chaqiriq qiladi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komitetining Mashal Bachilitning Sharq Turkiston ziyorati jarayonida birlikda ziyorat qilish uchun Sharq Turkiston surgunda hukumatining vakillari va Uyg'ur diasporasining a'zolarini o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarini birlikda ilib berishni talab qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 2022-yili 4-oyda yuz bergan zo'ravonlik to'qinishiga aralashdi degan yo'lsiz ayblashlarga raddiya berdi. Sharq Turkiston Uyg'ur diaspora jamiyati orasida qattiq azob va zihnni qalamqonlashtirishga yo'l ochadigan 2022-yili 4-oyning 14-kuni yuz bergan zo'ravonlik to'qinishini ayblaymiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati a'zolarining 2022-yili 4-oyning 14-kuni ikki kishi orasida yuz bergan shiddatli chetishishga aralashib qolganligiga doir gap so'zlarning paydo bo'lganligi diqqatimizni tortdi. Biz buni keskin rad qilamiz. Shunisi aniqki, Sharq Turkiston surgunda hukumati zo'ravonlik va shiddatning har qanday turini qo'llamaydi. Aloqador o'rinlarning aprelda maydonga kelgan shiddatli to'qinishni tekshirib, adil bartaraf qilishini tilaymiz. İpoç Times'ның xabarida aytilganidek, Anvar Yusuf Turani 2006-yili Sharq Turkiston surgunda hukumati parlamenti tarafidan ayblanib, vazifasidan ilib tashlangan. Chiqarib etilgan bo'lsa-mu, jahillik bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga vakillik qilganligini aytib, aldamchilik qiladi. Anvar Yusuf Turaniga bog'liq bo'lgan Bilal İbrahim Turkistonining Sharq Turkiston surgunda hukumati bilan hech qanday munosabati yo'q. Sharq Turkiston surgunda hukumatimiz va millat vakillariga munosabatlik barliq uchurlarga hukumat rasmiy tor betidan erishgili bo'ladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon apandining Xitoyning Sharq Turkiston diasporasidagi axborot tarkibi sarlavlik maqolasi 26 aprel kuni The Coordinate xabar torida e'lon qilindi. Maqolada 1996-yili 3-oyning 19-kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy komiteti Xitoy prezidenti Jiang Zemin rahbarligida atalmish Şinjandagi muqimlikni saqlash temasida maxfiy yig'in chaqirganligi, 1996-yildagi Xitoy Kompartiyasining 7-nomerlik hujjati deb atalgan yig'in xotirasining Xitoyning har qaysi hukumatlari va Xitoy Kompartiyasi organlariga ichki hujjat sifatida tarqatilganligi. Bu hujjatning Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'ur diasporasini nishon qilgan Xitoy axborot faoliyatlariga oid muhim uchurlarni oshkorlaganligi, chet elda yashaydigan Sharq Turkistonliklarning mutlaq ko'p qismini siyosiy jihatdan harakatlantirish, Sharq Turkiston tashkilotlari va diaspora guruhlarini parchalash va mustaqillikni tashabbus qilmaydigan tashkilotlarni ko'paytirish va kuchaytirishni o'z ichiga olganligi, bugungi kunda hujjatning ro'yining ijro qilinayotganligi, mustaqillikni talab qiladigan Sharq Turkiston tashkilotlarining sonining og'ir darajada azaytirilib va chetga qiqilib, diasporadagi nurg'un layoqatli kishilar mustaqillikni tashabbus qiladigan tashkilotlardan chetnab, manfaatni ko'zlab, Xitoydan ayrilmay demokratiyani tashabbus qiladigan tashkilotlarga qarab izlanganligi. Nurg'ulg'an tashkilotlar tuyuqsiz institut, tadqiqot instituti, yozuvchilar uyushmasi, Uyg'ur onalar jamiyati, ma'rif jamiyati va madaniyat jamiyati sifatida paydo bo'lib, atrofidagi kishilarni safarbar qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish siyosiy aktivchiligini faoliyat holatga keltirayotganligi, Xitoy axborot xodimlarining Uyg'urlarni Berma, Tailand, Malayziya, Vyetnam, Kambodja va Laosga yo'llaganligi, ularning Xitoy axboroti uchun xizmat qilganligi, Xitoyning Uyg'ur diasporasini qandoq parchalayotganligi, bu vajidan har qanday tashqi kuchning yordam qo'lini sunmaganligi, agar yordam qilg'uchi to'g'ri ideya va mas'uliyat bilan qurollangan bir tashkilotni tanlasa va uningga yordam qilsa, hamda Xitoyning ta'siriga uchramasa, undaqda bu tashkilotning qurilmasi, sifati va kasbiyligi shundaqla butkul Sharq Turkiston milliy harakati yaxshilanib jonlanadiganligi,
Sharq Turkiston diasporasining qayil bo'lganligi, ularning ko'pinchisining shu tashkilot yoki o'ringa ergishadiganligi. Shundoq qilgandala, Xitoy axborot organlarining Sharq Turkiston milliy harakatining olg'a ilgarilashiga to'sqinlik qiladigan buzg'unchilik va yomon g'arazlik harakatlarni yengishga bo'lganligi. Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish bilan birga bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali dunyoning har qaysi joylariga kengayotganligi, Hindiston va Tayvanning zamin butunligiga daxli ta'ruz qilayotganligi, xalqaro jamiyat bo'libmi Hindiston va Tayvanning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashining muhim ekanligi, Xitoyning Sharq Turkiston diasporasidagi istihborot harakatiga qarshi turish va Sharq Turkistonga haqiqiy yordam qo'lini sunish kerakligi bayon qilindi. O'zini o'zgartirish ifodasi Qur'oniy istilo bo'yicha, ya'ni ro'yi o'zgarish yadro qilingan bo'lib, Qur'on mayli kishilik yoki ijtimoiy o'zgarish bo'lsin, insonning iroda tanlashi va aql idroki rol o'ynaydigan ishlarda masalaning mohiyatini mazkur qonuniyatga bog'laydi. Ro'yi o'zgarishdan iborat yadroliq o'zgarish faqatla yaxshi holatdan yomonga, yomon holatdan yaxshi holatga o'zgarishda, ya'ni ijobiy yoki salbiy burilishlarning hammasida markaz bo'lib qolmasdan, yana bu haq bilan botil kurashidagi g'alaba va mag'lubiyat qonuniyatlarida o'z ifodasini topadi. Masalan, tarixdagi mashhur Uhud g'azotida musulmonlarning jangdagi mag'lubiyati ularni cho'chitgan. Ular Nusratning o'zlariga mansub ekanligi haqida oldin ola xush xabar olgan bo'lishiga qaramay, o'zlarining haqiqat tarafdorlari turug'liq mag'lub bo'lganligi ustida o'yga cho'mgan. Ular o'zlariga Allohning nusrati va'da qilingan turibmi, yana mag'lub bo'lishning sababini so'rash orqali zehnidagi tugunni yechmoqchi bo'lgan. Ular savolga javob olmoqchi bo'lganda, Qur'oni Karimning javobi tuvandikicha bo'lgan edi. Ey Muhammad, aytqinki, u sizlarning o'zinglardan bo'ldi. Oyatdagi o'zinglardan ketdi degan bu yakun darvaqa Uhuddagi mag'lubiyatning tagida yotgan sabablarga ishorat qilmoqda. Ya'ni mag'lubiyatning shu chog'da yuz bergan harbiy tuzumga itoatsizlik qilish. Qo'mondan, ya'ni Rasulullohning buyrug'iga xilof holda hech bir zururiyatsiz holatda yovning g'animatlarini o'lja elishga oldirib, beso'roq tog'dan tushish. Muhimi, urushdagi eng ajallik strategik o'rinni ayrilmaslik buyrug'i bo'lishiga qaramay, uni dushmanga tashlab berishdak xatoliklarga yo'l qo'yganlikdan, dushmanning qalbisiga yuchuq ichib berishdan kelib chiqqanligini bildirmoqda. Shundaqla bu yakun ilohiy nusratning sabab natija asosida qo'lga keladiganligining ichki jihatda churuklik ko'rilganda, toki bu churuklik tuzalganga qadar ilohiy nusratning osqida bo'ldiganligining, ishdan tuzilish amaliyalashgandala, ondan g'albining haqiqat ahli tarafda bo'ldiganligining dalili va tarixiy o'rnaklaridir. Burxon Muhammadning Asorat afsonalari bizga nima deydi nomli asridan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.